erkaklar ko'rishi taqiqlanadi. Oltiariqda 12 yildan beri fitnes klub faoliyat olib borishni bilarmidingiz? Ayollarimizga manfaatli bo'lgan yana bir manzilni ko'rsataman. Trener Nafisa Pat chet davlatlarda malaka oshirgan, barcha litsenziya va sertifikatlar asosida ish faoliyatini olib boradi. Do-posle rasmlarining ko'pligi esa 12 yillik professional tajribaning mevasidir. Bu markazning eng katta afzalligi bo'lsa, ayollar uchun intim gimnastika borligi va bu orqali matka tushishi, qin kengayishi va ba'zi bir noqulayliklardan xalos bo'lasiz. Bel og'rig'i, bosh og'rig'i, ichki zo'riqishlar, sababi topilmaydigan kasalliklar mashg'ulotlar davomida asta-sekin yo'qoladi. Mashg'ulotlar davomiyligi esa eng kamida 1 oylik. Chunki natija 1-2 kunlik mashqlarda bilinmaydi. Tajribali trenerning maslahatlariga amal qilsangiz, sizning ham do-posle rasmingiz bizning galereyadan joy olishi mumkin. Oylik to'lov esa atigi 350 ming so'm. Endi esa manzilni tushuntiraman. Davlat stomatologiyasining orqa tarafi, Aziza Dental xususiy klinikasining 2-qavatida. Yanada ko'p manfaatli manzillarni bilish uchun profilimizga obuna bo'ling.